Tak, bolalar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nagado Gaming kanali bolalar. Bugun bolalar 72 ming bulkonga open case qilamiz. Xullas, bu yoqdan balans to'ldirishni birinchi ko'rsatib o'tib ketaman. Xudo xolasa bu open case'da qimmatroq case'lardan ochamiz. Bu yoqdan 15 ming tasisanglar, Nagad promo kodini kirgizsanglar sizlarga 20% skidka 111 bulkoin bo'lib boradi bolalar. O'shaning uchun kirgizinglar bu promo kodni. Xo'p, mana bu yerda bulpas bor, meniki to'lgan. O'zi sizlar case ochib ko'tarsanglar bo'ladi, bilsanglar kerak. Mana bu yerda o'yinlar bor har xil. Bemalol 5 tikib qolagan yetinglarga taxmin qilib bossanglar bo'ladi. Mana 8 yutib oldim. Shunaqa qilib ko'tarsanglar bo'ladi bolalar. Bu yerda pasidon almashtiruvchi bor. Buni ham o'zini case'larini ochib almashtirsanglar bo'ladi. Bu yerda case'lar bo'limi bor. Xo'p. Bu yerda tekin case'lar bor. Pulga ochmayman deganlar, pul sololmayman deganlarga bu yerda mana tekin case bor. Bepul case'ni o'rganiga. Men ochib bo'lganman ekan, bolalar buni bug bo'lib qolibdi. Menimcha. Bunisidan ochamiz. Bunisi ochilsa, bunisidan ham ochib bo'lganman ekan. Kuniga faqat bir marta ochish mumkin. Bolalar, agar sizlarga promo kodlar kerak bo'lsa, yana ham kattaroq bo'ladidan tekinga mana promo kodlar tashiyman. O'zinglar aniq qilinglar, nimasi bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar, o'tib kommentariyaga qoldiraman buni. Konkurslar bo'ladi har xil, iloji boricha comeback qilishga harakat qilaman. O'shaning uchun o'tib olinglar. Xudo xolasa sizlarni poddeshkalar bilan comeback bo'ladi Nagadodan. Bolalar o'tib olsanglar, 60 yursanglar ham o'ynaymiz har xil. Bizning Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Iloji bo'lsa bolalar. Mana bu yerda Nagado Pugam degan Instagram sahifamiz ham bor. Bu yerda YouTube kanalimiz bor bolalar. Sizlarga yoqadigan videolar tayyorlashga harakat qilaman bolalar. YouTube kanalimizga iloji boricha obuna bo'lib qo'yinglar. 2K bo'lishimiz kerak biz. Xudo xolasa katta konkurs qilamiz 2K bo'lgan munosabatimiz bilan. Kattaroq UC qo'yib, kattaroq konkurs qilamiz 2K bo'lsa bolalar. O'shaning uchun o'tib emas, o'sha YouTube kanalida ko'ryapsizlar. O'shaning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Biza kattaroq risk qilishimiz kerak. 72 mingda biza necha mingga ham aylantirishimiz kerak. Necha mingga bir omad kelsa keladi, kelmasa-yu bolalar. Nima ham deymiz? Voy, mana bu tushganda ham mashina nechim o'zini o'zi qoplar ekan, mashina tushganda. Falon case ochamiz birinchi. Musor narsalar tushyapti hozir. Bir fraunda tushira olmasa kerak u. Menimcha ko'zim yetmayapti. Mana bu ikkisi o'tdi ham, o'tib ketdi. Qat'iy bu Lamborghinilarda mana bunisimi tushib qolsa ham rozi edim. Albatta rozi edim. Yo'q, hozircha bermayapti bolalar. Hozircha to'lka zarar beryapti. 63 ming qoldi. Qaytayapti, 72 ming. 4% ekan. Tushirish shansi. Bular tushmaydi bolalar. Bular menimcha Faraon tushirganini ko'rmadim-u. Voy bilaman, hech bo'lmasa 9 ming haligacha foyda bergan yo'q bolalar, zarar. Ming berdi. Haligacha zarar, haligacha. Bitta ham foyda yo'q. O'zi ham foyda yo'q-da. Bu case umuman foyda bermayapti bolalar. Bizga to'lka zarar beryapti bu case. Yana bitta ochamiz va qochamiz bolalar. Voy bilan, hatto mana shu X beryapti 13 ming. Ko'ryapsizlar, omad kelmayapti.
aytasizlar-da, streamerlarga shans ko'p. Ko'rayotganinglarni shans ko'ryapsizlarmi? Balkim sizlarda ochganinglarda tushar, mani ochganimda tushar. Tak, bu standoffchi taqiqlanganini ochamiz. Ozura internetim ishlamayapti. Aytgancha bolalar, bu videoga ham promo kod qo'yiladi. Tak, ekranda chiqadi. Sizlar uni birinchi olishinglar kerak. Telegram kanalimizga o'tib olinglar bolalar, chunki Telegram kanalimizda shu videoni tashlaymiz, birinchi bo'lib Telegram kanalga silkasini tashlaymiz va birinchilardan bo'lib xabar topasizlar Telegramda. Shuning uchun birinchilardan bo'lib olasizlar promo kodlarni. O'shaning uchun tak o'tib olinglar Telegramga. Kommentariyaga qoldiraman Telegramimni. Shuncha o't. Bunday ham omad kelmayapti-ku bolalar. Musulmon 13 ming ekan, yaxshi. Bo'ladi 55 ming. Pulimiz hali beri 20 ming minusdamiz, 72 ming bilan boshladikmi? Aytyapti, mana shuni berib yuborsa ham menimcha plyusga kirib ketamiz bolalar. Так, o'tgan iltimos, voy. Chota не то bolalar. Chota ber, bitta mashina ber. 55 ming edi. 55 ming edi bolalar. Tak. Bitta mash kerak menga. Mana u edi. Afige, jitcha qoldi-ya. 39 ming pul qoldi bolalar. Chota не то bolalar. Chota lekin bu ichni qizdiryapti bolalar. Framdan ko'ra mana shu yaxshiroq menimcha. Aytak framdan ko'ra ichda, Axuyet. Bolalar 72 mingga uxladik-yo. Chota ko'tara olmaymiz umuman. Ko'tara olmaymiz. 100 talik. 100 talik bunaqada ko'tara olmaymiz umuman. Mayli, aytyapti, bitta keysimiz, open keysimiz omadsiz bo'lyapti. Bitta emas. Bo'lgan paytlar ham bo'lgan. Afiga narsalar tushadi. 400 bu 700 mi, 300 mi? 4000 ekan. Mashina berib bo'ldi. Yaxshi. Necha? 17 mingda bu ham. Bu ham qoplab bera olmaydi-da hozir. Xatyapti, mash kerak. Yo'q, bu emas bo'pti. Ash kerak, xatyapti. Yaxshi. Mujik. 32 ming, hozir 72 ming, 42 ming, 32 ming qo'ysa necha bo'ladi? 4 ga 3 qo'ysa 7. Qopladi mashina. Mashin bilan qopladi bo'ldi. Atak mashin bilan qopladi, to'g'ri. Mana. Tak, yana ochamiz buni, olib qo'yamiz bo'ldi, chunki kerak bo'ladi. Bo'ldi. Tak, yana bitta ultimate ber, biz chiqamiz bu keysdan. Bitta ultimate ber, kattaroq keysga kiramiz bundan ham. Yana bitta shunaqa narsalardan bitta berib yuborsa, men bunimi, voy yana men shuni berganda ham chiqardim-da. Mayli. Bermas ekanmi bu? Voy, berami? Ber endi, oxirigacha ber endi. Voy, anonni berganda ham 15 ming edi. Figina narsa beradi-da bu endi. Oxirigacha ocha. Voy, to'xta. Nechida? 57 minglik narsadan o'tib ketsa alam qilar ekan bolalar. O'ta qattiq alam qilar ekan. Figna narsa beryapti-da, figna. 11 ming pulimiz qoldi. O'sha uxladik polni pulimizga bolalar. Hatto men avimni berganda ham rozi edim.
Uxladik bolalar, hamma pulimizga nechta ochishimiz qoldi? 7000 pulimiz qoldi. Mana shundan keyin уже chiqamiz bolalar. Bo'lmadi, вообще bo'lmadi. Figna o'qingiz bo'ldi lekin. Hozir bu 32000 bu 32000 ham fignada. Hozirgi yo'qotgan pulimiz 72000 pul yo'qotdik. Shunga tikib ko'ramiz. Omad kelsa keladi. Kelmasa yeymiz, chiqamiz. Nima qilamiz bolalar? Bu yoq omaddan 46% kuchaytirilmadi. По-любому kuchaytirilmadi. 7000 pulimiz qoldi bolalar. Uxlab ketdi yomon uxladik. Tak yana bitta ochaylik mayli onasini. Tak. Oxirigacha ham по-любому ochaylik bitta. Bo'ldimi narmani? Tak ochilsin sen. Narmani narsa bermasin, mujikmassan budroq. Ah baya. Oqizib tashadi-yu. Oqizib tashadi-yu valla. 4000 pulimiz qoldi. 4000 ga. Блядь. Короче, 72000 uxlaydi hozir. Alam qo'ydi. Yomon alam qo'ydi. Ichim yonyapti bolalar. Bular tajmani ko'rinmayapti. Qanaqa mifik tushdi, parashyut tushgandir. 755 ta parashyut tushgandir. Блядь, даже olinmadi hamda, etnetiga, блядь. Jobingiz. Блядь, ishladimi endi? Mana mashina ham normal narsa yo'qdi. Mayli, oxirigacha ham riskovat ko'ramiz. Nima bo'lsa bo'ldi valla. Afiki narsalar tushyapti. 2,5 ozgincha qopladi. Ozginchalik plus berdi, ozgincha. Bunda minus berdi. По-любому. 1800. Bu kez bu opingiz вообще omadsiz bo'ldi. Bunaqa omadsiz opingiz ko'rmaganmisizlar bolalar? Mana ko'rdinglar. Yaxshi, mana 2 suit 3000 edi. 5000. Bol 5000 ga ham riskovat qilamiz, qizig'i yo'q. 5000 ga ham riskovat qilamiz. Mayli, riskovat qilamiz bolalar, chunki video ham cho'zilib ketdi. Taqiqlangan ochamiz bitta atiga. Afiga bitta ochamiz, internet ishladimi, ishlamadimi, qizig'i yo'q. Qo'yib narsa beradi bolalar. Tanknechi bu 1000 narsa berdi. Ko'rganinglarda riskovat vashi qilmanglar bolalar. Risk по-любому yedirarkan. O'rvasizlar 72000 ga uxladingmi, 32000 ga narsa berdi to'g'ri, lekin uxladingda по-любому katta risk bilan. Kichkina risk qilsanglar, lekin hozir ko'rasizlar mana. Kichkina risk. Shu berishi mumkin bolalar. Bilmayman. Ozgina zarar beradi-yu, foyda ham beradi ko'p. Muhimi mana bu tishlar bor. Mana yana mifik tushdi ko'rasizlar. 2000 bo'ldi, yana foyda berdi. Shunaqa kichkina riskdan qilinglar, maslahatim katta bu 5 minglik 25 minglik keyslarni ochishda вообще maslahat bermayman sizlarga. O'zim ham ochmayman, sizlarga ko'rsatib berdim risk qilib hozir.
risk bo'lmagan narsa. Undan ko'ra shunaqa ozgina foyda olsanglar ham, ko'payadi. Ozgincha ko'paytiraverasizlar shunaqa. Muhimi katta plyus beradi mana 1400, 1290 ga ochib, 150 shu 60 USD, 120 USD foydada ketyapti hozircha. 500 zarar berdi. Ozgincha yetiradi ham qo'rqadi, lekin beradigan joyi ham bor. Bu ham berdi menimcha 400. Yo'q, bermadi. Mana berdi endi 1200 ko'ryapsizlar. 1600 bo'ldi. Shunaqa qilib balansni ushlab tursanglar ham, mayadan nima beradi? Tish foydali narsa. 200 zarar, 200 foyda shunaqa qilib ushlab tursanglar ham normalniy bo'ladi. Sizlarga maslahatim. Lekin umuman risk qilmanglar. Umuman bo'lmaydi. 900 yaxshi. 200 zarar bo'lsa ham yaxshi. Chunki 200 zarar figna-da. Bu yerdan oshig'i bilan beradi. Qaytib olasizlar bu 200 zarar. Lekin u 5000 ni ochib turib 1000 tushish u narsalar вообще 4000 zarar ketdi deganida katta summa. 700 yaxshi. Shuning uchun sizlar kichkina keyslardan ochaveringlar. Men sizlarga aytib beraman kichkina keyslarni. Hozir pulimiz tugaguncha ochamiz. Tak. 179 berdi. Oxirgisini ham ochib qo'yamiz. Bo'lay nima chiqadi? Yaxshi, bu yaxshi. Tak, bu yaxshi. Yo'q, o'tmadi. Menimcha bu yaxshi. Tak shunaqa qilib xullas pulinglarni ko'tarasizlar bo'ladi. Maslahatim katta risk qilmanglar, ko'rayotganinglarda. Men o'sha buldrop bilan shartnoma qilganman, lekin hatto menga ham tushish shansini ko'rdinglar. Hozir soat 11 bo'ldi. Sizlar masalan kechqurun ochsanglar, hozir ertalabki 11, ya'ni pashti abidga 11 desa ham bo'ladi. Sizlar kechqurun ochsanglar, masalan 12-1 shunaqa soatlarda buldrop bug olishni boshlaydi va sizlarga yutuqlar berib yuboradi. Maslahatim shunaqa kechqurun ochinglar. Menga ham bermayapti, ko'rdinglar. Shunaqa keyslar beradi, lekin kichkina keyslar bilan baxtinglar topsanglar bo'ladi. 186 bo'ldi. Bundan ocham bo'ladi, lekin olmayman bolalar. Biz top 1ga harakat, xudo xolasa top 1ga chiqamiz. Nasib bo'lsa, bundan top 1ga chiqamiz bolalar. Короче, hammalarga xayr, sizlar bilan Nagado Gaming bo'ldi. Promo kod bir kishiga bo'ladi. Hozir YouTube'ga promo kod qo'yib ketganman mana shu videoga. Olinglar. Birinchi bo'lib Telegram kanalimda bo'ladi. U silkasi Telegram kanalimda bo'ladi. Xullas obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalarga xayr, sizlar bilan Nagado Gaming bo'ldi.